Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, Abdulaziz kuzatuvchilari, Do'ro'zachi kuzatuvchilari. Mana yana bugun seximizdan qisqacha reportaj, xudo xolasa, jarayonlarimizni olib boramiz. Kechaga qo'ygan darvozamizni, mana darvozamizni sona fasonda dendik kaltkasi ichida holatdagisi, mana xudo xolasa nalchkar holati ham bitdi, ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. İşimizga bir baho berasizlar. Xudo xolasa, ishimiz shunday chiqdimi? İşimizga bir baho bersalaring. Mana orqa tarafi eksen cho'kkan bo'ladi. Sentrikkalari bor. Xudo xolasa nalchka holati ham o'rnadi. Bitta ishimiz qoldi. Shu yerda lazerini qo'ysak, darvozamiz bitadi. Xolasa kraskachilarga chiqib ketadi xudo xolasa. Lazerni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin. Nomerlarimizni qoldirib ketganmiz. Yo kimdirlarnidir qo'lidan svarka ishlari keladi-yu, lekin darvozaga solmayotgan, qanday andaza olamiz, qayerdan razmer olamiz degan hollarimiz bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin. Imkon darajada uzoqda bo'lsak ham yo'l-yo'riqlarni ko'rsatib, razmerlarni chiqarib berishga harakat qilamiz.